Bu bir sirlashish, o'zaro tushuncha hosil qilish yig'ini bo'lgan. Bu yig'inning natijasi men burun faraz qilgandan ko'p yaxshi bo'ldi. Nihoyatda xush bo'ldim. Men izchil turda mushtaq uchrashib o'zaro tushuncha hosil qilib masala qilishni tashabbus qilib kelyapman. Nerede so'zlasam yoki ish qilgan vaqtlarimda mana shundoq buni davomli qilishda qilaman. Bo'libmi Uyg'urlar o'z ichidagi ahvollarni engil sezib, xalqaro sahnaga chiqib, o'zimizni rasvo qilmasligimiz kerak. Bu intan cho'ng xatolik. Buni bahona bilan men yana bir dab qo'yayapman. Sen dünya kurtuluş 5 dolar Uygur'u bedel taşıdın mı? Neymiş taşımaysan? Bütün dünyayı ilan kıldık bu. Biz bütün dünyada Uygurluk kandidatlığını oturup koyunlar dedik. Netçe dünya kurdu. Sen kandidatlığını oturup koydun mu? Neymiş koymadın? Ulan sen nimdok menni sual soraya hukukun var. Desem bu da hem fikir ayrılığı. O bir xil fikrini anlamay, her xil fikrini anlap akka yaxşı deydi. Bu fikir erkinliği, başta teşkilatıga erkinlik bundaq narsalar. Siz Amerika'da bir devletni qurib olgandan keyin andagi qilgan ishlar bu. Agar Xitoy tarixini bilgan bo'lsangiz, bu Gumsandanning tarixini. Ularniki tayangan ikki cho'ng quroli bor. Birinchisi harbiy. Harbiyni intan qattiq kontrol qiladi. Har qatim bir bosh sekretar chiqsa, harbiyni kontrol qilib oldi bular. Ikkinchisi tashqiqot. Tashqiqotni qat'iy bermaydi. Hech qanday vaqtda ojlashtirib qo'ygan emas bular. İdeyani shapingda nima deydi? İdeya deydi, bu bak muhim bu. Uyg'urlar uchun biz hozir dunyodagi eng og'ir kun qolgan bir millat, boshqa nurg'un jihatda intayin ojiz. Bundaq ahvolda fikr harakatini talab qilmay, men millatni So after Chinese communists occupied East Turkestan, because we were the indigenous people of that land. Today, China is on a war footing against Radio Free Asia Uyghur Service because of the critical role we have played over the past 4 years in uncovering the detention of more than 1 million Uyghurs and other indigenous peoples in the internment camps.